Hammada bittada o'xshab chiqadigan, zakazga ko'p so'raladigan, hammaga birdek yoqadigan Napoleonni birga tayyorlaymiz. Un bilan margarinni urvoq qilib olamiz. Urvoqdan 3 ta piyolaga olib qo'yamiz. Alohida idishga tuxum sarig'i, suv, tuz, uksus solib, yaxshilab aralashtirib urvoqqa qo'shamiz va xamirni qorib olamiz. Xamirni 15 minutga tindirib, tingan xamirni yoyib, olib qo'yilgan urvoqni bir piyolasini solib, konvert qilib o'rab, xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Bu holat har 15 minutda takrorlanadi. 3 piyoladagi urvoqni solib bo'lgandan keyin 4-sida xamirni o'zini yoyib, konvert qilib o'rab qo'yamiz. Xolodilnikka 1 sutkaga, agar shoshib turgan bo'lsak 2 soatga qo'yamiz. Xamirni xolodilnikdan olib, 6 ta bo'lakka bo'lib, har birini yoyib, listga qo'yib, chetlarini kesib olamiz va birin-ketin oldindan qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Krema uchun eritilgan sariyog', sgushonka solib aralashtiramiz va pishib chiqqan ko'jlarni kremlab yopishtirib olamiz. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lib oling. Napoleonni sevadigan dugonangizga albatta yuborib qo'ying.